Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Python dasturlashtirish yordamida y darajasi x teng sinus x kabi tenglamalarni yechimini topishni o'rganamiz. Xo'p, buning yechimini topish uchun biz bisection degan metoddan foydalanamiz. Avval buni kodini tushuntirishdan avval biz ana shu metod bilan yaxshiroq tanishib olishimiz kerak. Bu metod bilan yaxshiroq tanishishimiz uchun bizga uni grafiklari kerak bo'ladi. Xo'p, grafiklarni qaraydigan bo'lsak. Xo'p, mana bu sinus x ning funksiyasi, bu y darajasi x ning funksiyasi. Y darajasi x bilan sinus x teng bo'ldi degani, ya'ni ikkalasining grafigi ma'lum bir nuqtada kesishib qoldi degani. To'g'rimi? Xo'p, mana shu grafikdan kesishish nuqtasini topsak. Endi bu yoqda juda ham ko'p, biz masalan bittasini tanlab olaylik hozircha. Mana shu nuqtada kesishyapti. Xo'p, yaqinlashtiramiz. Mana y darajasi x, sinus x yashildagi. Xo'p, mana bu nuqtada kesishyapti. Endi ana shu nuqtada kesishdi degani, ikkalasi teng bo'lib qoldi degani. Demak, bu ikkalasining ayirmasi 0 bo'lib qoldi degani. To'g'rimi? Shuning uchun biz ana shu ikkala funksiyaning ayirmasidan tashkil topgan funksiyani kiritib olamiz. Y darajasi x minus sinus x degan funksiyani kiritib olamiz. Masalan, biz endi shu y darajasi x minus sinus x ni kiritib olamiz. Xo'p, kiritib olsak, mana shu ikkala funksiyaning ayirmasidan hosil bo'lgan funksiya va mana shu funksiya 0 qiymatga erishganda mana shu ikkala funksiya kesishadi. To'g'rimi? Chunki u ikkalasining ayirmasining funksiyasida. Xo'p. Endi bisection metodi qanday? Bisection metodi. Endi mana shu nuqtada kesishyapti. Mana shu nuqtada kesishyapti. Xo'p. E'tibor bersangiz, mana shu kesishish nuqtasigacha y darajasi x funksiya, mana bu y darajasi x funksiya sinus x dan kattaroq. Ya'ni ayirma musbat. Mana ko'rsangiz, mana ayirmaning funksiyasi musbat. Chunki y darajasi x imiz sinus x dan katta. Va kesishish nuqtasidan chap tarafni ko'radigan bo'lsak, ayirmaning funksiyasi manfiy qiymatlarni qabul qilyapti. Nega? Chunki bu kesishish nuqtasidan, ya'ni yechim mavjud bo'lgan nuqtadan chap tarafda endi sinus x imiz y darajasi x dan katta bo'lib qolyapti. Xo'p. Demak, bundan qanday xulosa qilishimiz mumkin ekan? Ikkita funksiyani ayirdik va ularning kesishish nuqtasini topmoqchimiz. Xo'p, demak, biz shunday xulosa qilishimiz mumkinki, ikkalasining ayirmasidan hosil bo'lgan funksiya bir ma'lum bir nuqtada musbat qiymatni qabul qilsa, ma'lum bir nuqtada manfiy qiymatni qabul qiladi. Demak, ana shu nuqtalar orasida yechim mavjud bo'ladi. Ya'ni ana shu ayirmasidan hosil bo'lgan funksiya bir tarafda, masalan, bir qiymat kiritganimizda musbat, bir qiymat kiritganimizda manfiy qiymatni qabul qilsa, demak shu oralig'ida yechim bor. Lekin ikkalasida ham musbat yoki ikkalasida ham manfiy bo'lib qolsa, unda yechim mavjud emas. Nega? Chunki ikkalasida ham bitta funksiya boshqasidan katta bo'lib qolgan bo'ladi. Ya'ni masalan, -3 bilan -2,85 ta olsak, ayirma ikkalasida ham musbat. Demak, bu oralig'ida yechim mavjud emas. Shu kesishish nuqtasigacha yetib bormadi-da chunki. Endi masalan, olamiz -2 deylik mana. -3 deb bo'pti mana. -3 -4 oralig'ini olaylik. -4 oralig'ida ko'rsak, mana ayirmaning funksiyasi manfiy. Ya'ni bu yerda sinus x y darajasi x dan kattaroq. Va -3 ni oladigan bo'lsak, y darajasi x imiz sinus x dan katta va bu yerda y ayirmaning funksiyasi bu oralig'da musbat qiymatni qabul qiladi. Demak, -4 da manfiy, -3 da musbat. Endi shu oralig'ida, ya'ni masalan -4 ni a oraliq, -3 ni b nuqta desak, -4 ni b a nuqta desak. Xo'p. Ana shu y ga a funksiya, y ga a ni qo'yamiz va y ga b ni qo'yamiz. Y a ko'paytirilgan y b
manfiy qiymatni qabul qilsa, demak A bilan B ning oralig'ida yechim mavjud degani. To'g'rimi? Chunki yechimdan bir o'ng tarafida yoki chap tarafida, bir tarafida musbat, bir tarafida manfiy. Demak, orasida yechim bor. Ya'ni ikkalasini ko'paytirsak, ikkala qiymatni ko'paytirsak manfiy chiqadi. Demak, shu oralig'ida yechim bor. Lekin musbat chiqib qolsa, ikkalasida ham manfiy yoki ikkalasida ham musbat degani, u degani shu oralig'ida mavjud emas, yechim mavjud emas degani. Endi hop. Bisection metodiga o'tadigan bo'lsak, mana shu shartdan foydalanamiz. Ya'ni fa ko'paytirilgan fb manfiy qiymatni qabul qilsa, demak A bilan B ning oralig'ida yechim mavjud degani. Ya'ni fimiz bu yerda ikkita funksiyaning ayirmasi. Ya'ni ayirmadan hosil bo'lgan funksiya. Keling shu metod bisection metodi bilan yaqinroq tanishamiz. Hop. Endi hop, bizda masalan -4 qiymatni qabul qilyapti va -3 ni qabul qilyapti. Biz mana shu oralig'ini borgan sari kichraytirishga harakat qilishimiz kerak. Nega? Biz hamma qiymatni qo'yib chiqa olmaymiz-ku. Bo'lmam dasturlashtirida, Pythonda biz hamma qiymatni qo'yib, uni qaysi birida 0 ga teng bo'lishini topa olmaymiz, chunki u ma'lumot juda ham katta bo'lib ketadi. Chunki bu 0 nuqtani topishimiz uchun, ayirmasi 0 nuqtani topishimiz uchun juda ham 10 darajasi minus bir 15, 16, bir 20 larda tacha oraliqni ko'rishimiz kerak. Ya'ni 10 darajasi minus 20, 10 darajasi minus 20 plus 10 daraja 0,1 10 darajasi minus 20 shunaqangi oraliqlarga bo'lib chiqishimizga to'g'ri keladi. U juda ham katta ma'lumotlar bazasiga aylanib ketib qoladi va bizni ishimizni sekinlashtiradi va ham sifatsizlashtiradi. Biz buni, ya'ni biz Pythonda ishlayotganda tezroq va sifatliroq yechimni qilishimizga to'g'ri keladi. Buning uchun biz ma'lumotlarni qanchalik ozaytirsak, shunda biz tezroq ishlaymiz. Buni qanday ozaytirishimiz mumkin? Masalan, -4 bilan -3 ni oldik. Buni ikkalasini qo'shamiz. 4 plus 3 7, to'g'rimi? 7 ni endi 2 ga bo'lsa 3,5. 3,5. 3,5 qiymatni topamiz. Mana 3,5. -4 bilan 3,5 oralig'ini ko'ramiz. -4 bilan 3,5 oralig'ini ko'rsak, ikkalasida ham manfiy qiymatni qabul qiladi. Demak, fa ko'paytirilgan fb musbat bo'lib qolyapti. Demak, bu oralig'ida yechim mavjud emas. Lekin -3,5 bilan -3 oralig'ini ko'ramiz. Avval -4 bilan -3 solishtirayotgandik-ku. Endi shu -4 bilan yarmini solishtiryapmiz, yarim bilan -3 ni solishtiryapmiz-da. -3,5 bilan -3 ni ko'radigan bo'lsak, -3,5 da manfiy, -3 da esa musbat qiymatni qabul qilyapti. Demak, ikkalasining ko'paytmasi manfiy. Bu degani nima degani? Shu oralig'ida yechim bor. Demak, endi oldingi -4 bajarayotgan vazifani -3,5 bajaryapti. Biz mana shu -4 bilan -3,5 oralig'ida yechim mavjud emasligidan foydalangan holatda shu oraliqgacha bo'lgan qiymatlarni olib tashladik. Bo'ldi, bizga kerak emas. Biz shuncha oralig'idagi sonlardan qutuldik. Endi biz mana shu -3,5 bilan -3 oralig'idagi sonlarni ko'rsak bo'ldi. Endi buni yana qo'shib 2 ga bo'lsak, mana qo'shamiz 3 ga, nima? Bo'lamiz 2 ga. 3,25. 3,25 bilan ana 3 endi oldingi oralig'imiz -3,5 ni solishtiramiz. Ikkalasida ham manfiy. Lekin -3,5 bilan -3 oralig'ida esa mana bittasida manfiy, bittasida esa musbat. Ikkalasining ko'paytmasi manfiy. Demak, yana shu oralig'ini olamiz. Yana shu oralig'ini olsak, bu oralig'da yana bu oralig' ham chiqib ketdi. Chap tarafdagi oralig', chunki ikkalasi ham manfiy qiymatni qabul qildi. Demak, bu oralig'da yechim mavjud emas. -3,25 bilan -3 ni ko'radigan bo'lsak, unda ham ayirmasi bittasi musbat, bittasi manfiy. Demak, shu oralig'da yechim bor. Yana shu ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lamiz. Plus 3 taqsim 2. 3,125. Hozir men bu yerda kalkulyator yozayotgan manfiysini hisobga olmayapman. Baribir hammasi manfiy qiymat bo'lgani uchun shuni minus ko'paytirib topaveramiz. Mana -3,125. Oldingisi 3,125 edi, to'g'rimi? 3,125 bilan mana 3,125 ni ko'radigan bo'lsak, unda ham ikkalasida ham manfiy qiymatlar qabul qilyapti. X mana va Y
bo'yicha ikkalasi ham manfiy. Demak, bu oralida ham yechim yo'q. 3,125 bilan to'xtanglar, adashdim. 3,125 bu yoqda ekan. 3,125 bu yoqda ekan. 3,125 bilan 3,25 oralig'ini ko'rsak, mana bittasida manfiy, bittasida musbat qiymat qabul qilyapti, to'g'rimi? Demak, shu oralig'da yechim bor. 125 bilan -3 oralig'ida esa mana bu oralig'da ikkalasi ham musbat bo'lib qoldi. Demak, bu oralig'da yechim mavjud emas. Xo'p, bu tarafini endi demak bu tarafini chiqarib tashladikda 3,125 dan -3 gacha bo'lgan qiymat chiqarib tashladikda, endi biz 3,125 dan 3,125 gacha bo'lgan oralig'i bilan ishlaymiz. Xo'p, endi mana shunga qo'shamiz. 3,125 bo'lingan 2. 3,1 10 mingdan 1875. Mana bu qiymatni ham topsak 10 mingdan mana 1875 mana shu oralig'ida mana. Ko'rdingizmi mana? Ayirmani funksiyasi 0 ga yaqinlashyapti mana. Xuddi shu yo'l bilan biz mana shu kesishadigan nuqtani topishimiz mumkin bo'ladi. Mana 1875 mana. Taxminan mana shu joylarni ko'rsatyaptimi? Juda ham yaqinda bu. Shu yo'l bilan topishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni har safar shu bir tarafda musbat, bir tarafda manfiy bo'ladigan qiymatlarni qo'shib 2 ga bo'lib, agar ikkalasini ko'paytmasi manfiy bo'lsa, shu oralig'ida yechim bor deymizda, qo'shib 2 ga bo'lamiz. Yarmida yechim qanoatlantirmay qoladi, yarmida qanoatlantiradi. Yana shu ikkalasini qo'shib yana 2 ga bo'lib, har safar shu siklda bajaramiz ishni. Shuna qilib mana ko'rdingiz, mana yechim juda ham yaqin chiqyapti. Biz buni hozir qo'lda hisobladik. Endi xuddi shu narsani endi biz dasturlash tiliga o'giramiz hozir. Hop. Mana men kodni tayyor yozib qo'yganman. Yana ham ko'proq vaqt olmasligi uchun. Bularni tushunish uchun dasturlash asoslarini tugatgan bo'lishimiz kerak. O'zi aslida bu narsani topishni FJKM darsimizda keyinrog'ida o'rganamiz. Endi shu paytlarda kerak bo'lib qoladi deb hozir qiziqib o'zim yozib ko'rdim. Ana shu payt hozir tushunmasangiz, ana shu paytda foydalansangiz ham bo'ladi. Agar tushunsangiz bemalol mana iloji boricha tushuntirishga harakat qilaman va dasturlash asoslarini biladi deb faraz qilamiz. Xo'p, NumPy tashqi kutubxonasini yuklab olamiz. Import qilib, uni np deb belgilab olamiz. Ya'ni NumPy ni yuklab olyapmizda np deb saqlab olyapmiz. Np degan shu o'zgaruvchi deymizmi, shunga saqlab olyapmiz. Birinchi qism ishorani tekshiruvchi funksiya. Boya aytdik, ana shu ayirmaning funksiyasi, ayirma funksiya bir tarafda musbat, bir tarafda manfiy qiymat qabul qilishi kerak. Ya'ni ikkala oralig'idagi qiymatlarni ko'paytmasi manfiy bo'lsa, shu oralig'ida demak yechim bor. Shuni kiritamiz. Ya'ni shu oralig'ida shu A bilan B nuqtadagi qiymatlarini ko'paytmasi manfiymi yoki musbat? Shuni tekshiradigan funksiya yozyapmiz bu yerda. Mana funksiya def funksiya yaratadi. Check sign, ya'ni ishorasini tekshir. Bu funksiyamiz ikkita qiymat qabul qiladi, A va B. A va B. Boyagi -4 bilan -3 ko'ryapti-ku. Shu -4 bilan -3 masalan faraz qiling. Endi y teng lambda x np. Mana bu NumPy o'zi aslida men aytmay ketibman, uzr. Qanaqadir bir matematik operatorlarni, funksiyalarni va shunga o'xshash narsalarni ichida saqlaydigan kutubxona, tashqi kutubxona. Ya'ni biz buni yuklab oldik. Sinus x ni funksiyasini yoki kosinuslarni y darajasi x larni biz kiritib chiqishimiz shart emas ular uchun. O'zi tayyor bor, shulardan foydalanamiz. Shundan yuklab olib. NumPy np.y ni x-inchi darajasi, y darajasi x minus NumPy.sinus funksiya x ni qabul qilyapti. Ya'ni bu lambda x nomsiz funksiya deyiladi. Ya'ni biz shu yerda y funksiyani kiritib olyapmiz. Ya'ni mana bu funksiyani hozirgi dasturlashdagi ko'rinishi bu. Lambda x NumPy y darajasi x minus NumPy sinus x. Ya'ni y darajasi x minus sinus x. X qiymatlarini qabul qilyapti. Y. Endi tekshiramiz. Y funksiyaga mana ayirmaning funksiyasiga a qiymatini berib ko'ramiz va ko'paytiramiz, b qiymatini beramiz. Shunda manfiy chiqsa
Demak, shu oralig'ida yechim bormi? Yechim bor deganini bildirishimiz uchun biz funksiyani to'g'ri degan javob qaytaradigan qilyapmiz. True, return true. Ya'ni to'g'ri degan javob qaytaradigan qilyapmiz. Aks holda else. Ya'ni aks holda degani bu ko'paytma manfiy edi. Endi musbat bo'lib qolsa, aks holda deganida endi return false, xato, ya'ni bu oralig'ida yechim yo'q degan ma'noni bildiradi. Biz shundan ishorasini tekshiradigan funksiya yozib oldik. Endi ikkinchi qism, cycle. Yechimni aniqlash cycle yordamida. Xo'p. Biz o'nlik son, haqiqiy sonni input qilyapmiz. Va a degan o'zgaruvchiga kirib saqlab olyapmiz. B da ham xuddi shunday. Endi try bu mana shu kodning ichida xatolik yuzaga kelsa, shuni ushlaydi-da. Ya'ni qanaqadir bir qizil yozuvlar chiqmaydi, xato deb chiqmaydi-da. Shu xato tryning ichidagi kodda xatolik yuz bersa, except deymiz, mana shu yozuvni chiqaradi. Ya'ni yechimsiz kiritgan oralikda mavjud emas degan javobni qaytaradi. Endi biz bu yerda nima yozdik? Bu yerda nimani yozdik? While bu cycle operatori, ya'ni bu yerda biz cycle hosil qilamiz. Mana bu check sign degan funksiyamiz bizga mantiqiy ishorani qaytarardi, ya'ni to'g'ri yoki noto'g'ri degan narsani qaytarardi. While check sign a and b. Xullas a va b ni beryapmiz mana shu funksiyaga va bu funksiya yoki true qaytaradi yoki false qaytaradi. Mana bu while operatorimiz qachonki true qiymat qaytganda mana shu funksiyadan ishlaydi. Bo'lmasa bu sinib qoladi, ya'ni siklimizni sindiradi agar false degan qiymat qaytsa. Ya'ni va deyapmiz. B minus a imiz 10 darajasi minus 10 dan kichkina bo'lishi kerak. Buning mohiyati nimada? Ana shu check sign funksiyamiz to'g'ri degan qiymatni qaytarsa, true ni qaytarsa va ikkala shart birgalikda bajarish kerak-da. Mana bu b bilan a imiz har safar biz kichraytirib chiqdik-ku. B bilan a ni masalan boshda a bilan b minus 3 bilan minus 4 da, keyin o'zgarib oxiri 3.187 gacha kichiklashib ketdi. Ya'ni shunaqangi darajada kichiklashamiz, hozir biz shu kalkulyatorda o'zimiz qo'limizda keladigan joyimizgacha keltirdik-da. Buni dasturlash yordamida yana ham oralig'ini kichraytirib topsak bo'ladi. Va ana shu oralig'ini b bilan a imiz mana minus 3 bilan minus 4 farqi minus 1 edi yoki 1 edi. Bu juda katta son. Bir juda katta son hozir bu yerda. Endi ana shu oraliq ikkalasini ayiramiz juda kichkina bo'lganda biz yechimga yaqinlashgan bo'lamiz. Shuning uchun biz juda ham kichkina bo'lgan qiymatdan kattalashib qolganda, ya'ni b minus a imiz shunaqa juda kichkina bo'lgan qiymatdan katta bo'lib qolganda sikl sinib qolsin deyapmiz. Bo'lmasa bizga juda ham yaqin kelamiz, cheksiz siklga aylanib qoladi. Uni ham to'xtatishimiz uchun shu shartni berishimiz kerak biz. Shu shartni bersak, ana shu orasidagi farq juda kichkinaga yaqinlashib ketaveradi-da. Shuni biz chegaralab qo'yapmiz. Ya'ni shu 10 dan katta bo'lgan qiymatga kelib qolganda sikl to'xtasin deyapmiz. Endi va s degan qiymatni kirityapmiz. Boyagi qo'shib 2 ga bo'lganimiz. Va yana tekshiryapmiz. Endi biz o'rtadan qo'yib ikkita oraliqni tekshirdik-ku, o'rtasi chiqdi, chap tarafdagi yarim oraliqda, o'ng tarafdagi yarim oraliqni tekshirdik. Buni ham xuddi shu ishni qilyapmiz. Agar check sign a bilan s oralig'ini tekshiryapmiz, o'rtadagi. Shu oralig'ida mana funksiyamiz true qaytarsa, demak shu oralig'ida yechim bor degani. Shu oralig'ida yechim bor degani demak biz shu oraliqni o'zini ko'rishimiz kerak degani. Shuning uchun biz yana biz ichiga kirishimiz kerak-ku, Shuning uchun endi mana bu b ni o'rniga biz s ni yozib qo'yamiz. Chunki biz endi bo'ldi, bu taraf o'ng taraf kerak emas, boshqa taraf kerak emas, bizga shu oraliqning o'zi kerak. Shuning uchun b ni o'rniga biz s ni tenglab qo'yamiz. Aks holda yechim b bilan s oralig'ida bo'lib qoladi. B bilan s oralig'ida bo'lib qoldi degani, demak hozir
A bilan S oralig'ida bo'lib qoldi. S bilan B oralig'ida bo'lib qoldi degani, agar aks holda. S bilan B oralig'ida bo'lib qoldi degani, S'imiz A ning vazifasini bajaradi degani. Aks holda A teng S. Va buni A teng S qilganimizdan keyin bu A bilan B ning qiymatlari yangilandi-yu. Keyin yana bu sikl yana ishga tushadi. Endi ana shu A S ni tekshiradi yoki S A ni tekshiradi. Ya'ni A bilan B ning qiymati yangilanganini ko'rsatadi. Har bitta sikl uchun alohida topib, cheksiz kichik emas, o'sha 10 darajasi kichiklikgacha qiymatlarni hisoblaydi-da. Ana shu yechimning, ya'ni S ning o'rtacha oxiriga juda ham yaqin qiymatini topadi. Ya'ni B minus A ning farqi 10 minus 10 dan katta bo'lgan paytda shunday to'xtaydi-da, ana shu oxirgi saqlab qolgan S bizning taxminiy yechimimiz bo'ladi. Va ana shuni sikldan tashqari joyda print S qilib yozib qo'yganmiz. Va shunda yechim chiqadi. Katta ehtimol bilan bu ancha tushunarsizga o'xshab tuyulishi mumkin. Bu tabiiy holat. Ham undan tashqari bu meni birinchi yozgan video darsim, xudo xolasa. Tushuntirishim juda ham qiyin bo'ldi, tan olaman. Bungacha ham bir kamida 10 tacha video oldim. Dasturlash haqida umuman tushunchangiz bo'lmasa ham, usul haqida tanishdingiz yoki tushundingiz deb o'ylayman, chunki biz kodni ham hisobladik va dastur orqali ham ko'rsatdim. Bunda sun'iy intellektdan foydalanilmagan, shu o'ylanib, fikrlanib chiqarilgan narsa bu kodlar ham. Bular tushunish uchun boya aytganimdek dasturlash asoslarini bilish kerak va o'zingiz mana shu oldingi aytgan bisection metodini internetdan yaxshilab qidirib, tushunib olganingizdan keyin va dasturlashni ham asoslarini bilsangiz, mana shu kodni o'zingiz tahlil qilib ham, ha, shunaqa narsa bo'lyapti ekan deb tushunib olsangiz bo'ladi. Agar hozir tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, lekin agar shu bisection metodi bilan yaxshi tanish bo'lsangiz va dasturlashni yaxshi tushunsangiz, ya'ni shu asoslarini, xudo xohlasa hozirgi men yozgan narsani tushunasiz katta ehtimol bilan. Shu dastur ishga tushiramiz. Mana bizda birinchi yechimimiz deylik, mana -4 bilan -3 oralig'ida ekan. Mana A imizga -4 qiymatini beramiz. B imizga -3 qiymatini beramiz. Mana 3 butun minusdan 3 butun 183 0.63. Mana shu qiymatni ko'ramiz. 3 butun 183 0.63 ko'ryapsizmi? Juda ham katta aniqlikda, ko'ryapsizmi? 100 mingdan bir aniqliklarda yechimimiz to'g'ri chiqyapti. Mana. Endi yana ishga tushirib ko'ramiz, chunki buni yechim bitta emas-da. Mana bu yerda, mana bu yerda bitta yechim bor. Yana ko'rsak, mana bu yoqda ham bitta yechim bor. Shu oralig'ida yechimni topib ko'ramiz. Mana bu yerda bitta y darajasi x mana, deyarli 0 ga yaqinlashib qolgan sinus x. Bu yerda ham bitta yechim bor. To'g'rimi? Mana 6.128. Shu oralig'ida yechimni topishga harakat qilamiz. Bu oralig'da yechimni topsak, mana -7 bilan -6 oralig'ida yechim bormi yo'qmi shuni tekshiramiz. -6. Bu oralig'da yechim mana -6.128, 131, 4, 3, 6, 6 mana 6, 281, 283 mana ko'rasizmi, bunda mana mingdan bir oralig'ida, mingdan bir aniqlikda to'g'ri chiqaryapti. Va bu yerda yana bitta yechim bor bu yoqda. Mana sinus x bilan y darajasi x. Bular -10 bilan -9 oralig'ida ekan. Yana ishga tushiramiz. F5 da yoki mana bu nuqtani mana 3 burchak belgini bosib ishga tushirsak bo'ladi. Qaysi oralig'da dedik? -10 bilan -9. Mana -9 butun 424.85 shu. Ko'rsak mana 940 mana 9 butun 424.85 86 mana 9 butun 424.85 86 5 mana 5. Ko'ryapsizmi? Juda ham katta aniqlikda chiqaryapti. Mana shunday qilib biz dasturlash yordamida tenglamalarni yechimini topishimiz mumkin bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.